Hormang aka. Salomat bo'ling. Nima qilyapsiz bu g'azollarni? Nima qilasiz? Nima qilardim? Shu bilan qishni chiqaraman-da, isinaman. Ilojim yo'q. Qishni chiqaraman. Ha, Yo'lda bo'ylarda ko'mirlar sotyapti, o'tinlar seroq bo'lsa, oldingidaqa tanqislik emas-ku. Nima qilasiz bu shu hozir qanchalik issiqlik beradi aka shu hozir? ukam, agar uyimda o'tinim, ko'mirim bo'lganda g'ozon shifirib yurmasdim. Hech bo'lmasa uyingizda mol bolam yo'qmi aka? Ukam, to'g'ri. Bitta hokim chiqib gazga osilish o'rmagan. Tap qilsak bo'lmaydimi? Mana ilgari tapi bilan kun ko'rishgan-u, deydi. Uyimda mol yo'q. Xullas, hammasiga pul kerak. Men bilan Allohimni qo'y ukam. Siz bilan biz issiqqina konditsionerlarda yoki zamonaviy ko'mirdan qilingan katyollarda o'tiribmiz-ku, lekin ba'zi bir odamlar bor, ko'mirga pullari yo'q. Ular mana shunday hech narsaga arzimaydigan g'azollar yaqib, qishdan qanday chiqib olsam ekan degan so'roq ostida yashashyapti. Birodarlarim, noshukur bo'lib boryapmiz, noshukur. Xulosa o'zimizdan.